Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga yana bir tarixiy afsona va tarix haqida so'zlab bermoqchiman. Bugungi kun qahramonimiz ismi sharifi Kurshod. Turkiy tarix va rivoyatlarda muhim o'rin egallagan shaxs bo'lib, u jasorat, erkinlik va milliy g'urur timsoli sifatida tanilgan. U haqidagi asosiy ma'lumotlar shundan iboratki, Kurshod 7-asrda yashagan deb hisoblanadi. U Göktürk xoqonligi shahzodalaridan biri bo'lgan. Xitoy hukmronligi ostida qolgan turklarni ozod qilish uchun kurash olib borgan. Eng mashhur afsonaviy voqealardan biri, ya'ni Qo'zg'olon. Kurshod haqida eng mashhur rivoyat shunday iboratki, u 40 nafar sodiq jangchi bilan birga Xitoy imperatoriga qarshi qo'zg'olon ko'targan edi. Maqsadi esa imperatorni asir olib, turk xalqini ozod qilish edi. Reja muvaffaqiyatsiz tugagan bo'lsa-da, Kurshod va uning safdoshlari oxirigacha kurashgan. U voqea turk tarixida qahramonlik va fidoyilik ramzi sifatida eslanadi. U nega tarix yoki afsonaviy deyiladi? Kurshod haqidagi hikoyalar qisman tarixiy manbalarga, qisman esa rivoyatlarga asoslangan. U haqidagi mashhur obrazni yozuvchi Nihal Atsiz o'z asarlarida keng targ'ib qilgan. Shu sababli Kurshod ko'proq milliy qahramon va afsonaviy timsol sifatida mashhur. Ahamiyati: bugungi kunda Kurshod erkinlik uchun kurash ramzi, jasorat va sadoqat namunasi, turkiy xalqlar tarixida ilhom manbai sifatida tanilgan. Endi kelinglar, sizga o'sha afsona haqida so'zlab beraman. Kurshod va 40 bahodir. Ozodlik uchun kurash. Qadim zamonlarda turk elati og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan edi. Buyuk Göktürk xoqonligi parchalangan, ko'plab turklar Xitoy hukmronligi ostiga tushib qolgan edi. Ularning yuragi ozodlikni sog'inardi. Ana shunday paytda jasur shahzoda Kurshod sahnaga chiqadi. Reja shunday edi. Kurshod uzoq o'yladi. U tushundi, oddiy kurash bilan bu zulmni yengib bo'lmaydi. Shunda u jasur reja tuzdi. Xitoy imperatorini asir olish. U o'ziga eng ishonchli, eng qo'rqmas 40 jangchini tanladi. Ular qasam ichdi. Yoki ozodlik yoki sharafli o'lim deyishdi. O'sha hal qiluvchi tun boshlandi. Tun qorong'u edi, shamol ham go'yo bu sirli yurishni sezgandek uvillardi. Kurshod va uning 40 bahodir Xitoy saroyiga yashirincha yo'l oldi. Hammasi reja bo'yicha ketayotgandi. Ammo kutilmagan hodisa yuz berdi. Kuchli bo'ron boshlanib, imperator saroyidan chiqmay qoldi. Reja izdan chiqdi. Endi ortga yo'l yo'q edi. So'nggi jang boshlanib ketdi. Kurshod qilichini sug'urdi. Bugun biz tarix yozamiz dedi u. Ular son jihatdan juda kam edi, ammo yuraklari tog'dek edi. Xitoy qo'shinlari ularni qurshab oldi. Jang boshlandi. Har bir bahodir oxirgi nafasigacha kurashdi. Kurshod esa oxirigacha taslim bo'lmadi. U yiqildi, lekin mag'lub bo'lmadi. Afsonaga aylangan nom shunday edi. Ularning qo'zg'oloni muvaffaqiyatga yetmagan bo'lsa ham, bu voqea tarixda o'chmas iz qoldirdi va Kurshod va uning 40 bahodiri deya nomlandi. Ular qo'rqmaslik timsoliga aylandi. Ozodlik uchun kurash ramzi bo'ldi. Turkiya xalqlarining qalbida abadiy yashab qoldilar. Bu hikoya keyinchalik yozuvchi Nihal Atsiz asarlarida yanada mashhur bo'ldi. So'zimiz yakunida shuni aytmoqchimanki, Kurshodning hikoyasi bizga shuni eslatadi. Ba'zan g'alaba natija emas, balki jasoratning o'zi g'alabadir. Aziz do'stlar, tarixda shunday buyuk va sharafli shaxslar o'tgan. Ular haqida ma'lumotlar kam, lekin eslansa juda ham ajoyib bo'ladi. Barchangizga rahmat. Bugungi hikoyamiz yakuniga yetdi.